Metod raqamli tarozi, namlik va yozuv tizimi paxta yigim-terimi davomida savatchadagi paxta og'irligini kilogramm aniqligida o'lchaydi va u joylashgan yer maydoniga bo'lib, paxta hosildorligini real vaqtda hisoblab beradi. Hosil va hosildorlik ma'lumotlariga qo'shimcha ravishda sana, joylashuv, namlik, urug' va mashina haqida ma'lumotlarni ham yozib boradi va ushbu ma'lumotlarni Turkiya paxta ma'lumotlar bazasiga uzatadi hamda vakolatli shaxslarga real vaqtda kirish imkonini ta'minlaydi. Metod tizimi orqali sifat yo'qotishlari kamayadi, nam paxta terimi oldi olinadi. Paxtaning yalpi hosili va yer unumdorligi tez va aniq tarzda aniqlanadi. Fermerning daromadi va davlat subsidiyasini himoya qiluvchi ushbu tizim, paxtaning qo'shimcha qiymat zanjiridagi harakatini kafolat ostiga oladi. Fermerlarga va tizimga SIMS orqali yuborilgan o'lchov ma'lumotlari web-ilova orqali oson ko'rinadi. Web-ilova ichida hudud va yer maydoni tanlanib, kerakli maydonning hosildorlik ma'lumotlari ko'rsatiladi. Ko'rsatish tugmasi bosilganda tanlangan yer maydoni xaritada ko'rsatiladi. Ilovada mavjud filtrlar yordamida sana, viloyat, tuman, yer maydoni, kadastr raqami va mashina raqami orqali ma'lumotlar batafsil filtrlanishi mumkin. Tanlangan yer maydoni yozuviga bosilganda, uning xaritadagi joylashuvi zudlik bilan ko'rsatiladi. Bundan tashqari, kelgan o'lchov ma'lumotlari tahlil qilinib, quyidagi hisobotlar taqdim etiladi. Yer maydoni bo'yicha zarar tahlili, viloyat darajasida hosildorlik xaritasi, viloyat va tuman bo'yicha hosil hisobotlari, urug' turi bo'yicha yigim va hosil hisobotlari. Bundan tashqari, paxta ishlab chiqarish xaritasi, paxta ekilgan maydon xaritasi, yillar bo'yicha ishlab chiqarish va ma'lumot hisobotlariga ham kirish mumkin. Turkiya bo'yicha yigilgan paxta va geografik belgilangan paxta sifati va yigimi ma'lumot yo'qotilmasdan, mintaqaviy tarzda kuzatish va nazorat qilinadi. Shuningdek, yer kadastri asosida berilgan subsidiyalar bilan real ishlab chiqarish solishtiriladi va maydon yoki hosildorlik asosida qo'llab-quvvatlovchi mablag'lar tez taqsimlanishi mumkin bo'ladi. Paxta yigimi yer maydonlaridan boshlab butun mamlakat bo'ylab mos iqlim va namlik sharoitlarida amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlar litsenziyalangan tarozi yozuvlari bilan taqqoslanib, aniqligi tasdiqlanishi mumkin. Tizim 2023 yilgi paxta mavsumida qishloq xo'jaligi krediti huquqini qo'lga kiritdi, testdan o'tkazildi va tajriba hisobotlari tayyorlandi. Qishloq xo'jaligi texnikasiga mos keladi va undan foydalanish mumkin degan xulosa chiqarildi. Turkiya qishloq tashkiloti rasmiy veb-sahifasida baholanganligi haqida xabar berilgan. Vazirligimiz orqali ishlab chiqarishni rejalashtirish va mos siyosatlarni ishlab chiqish uchun ishonchli ma'lumotlar bazasi yaratiladi, subsidiyalar siyosatining samaradorligi oshiriladi.